Halima Ibragimova bir yil qidiruvga berilgan, farzand asrab olgan va bevaqt o'limdan qo'rqqan aktrisani xotirlaymiz. Bundan ro'parosa bir yil avval iste'dodli aktrisa Halima Ibragimova vafot etgan edi. Uning millionlab obunachilarga ega bo'lgan Instagram sahifasi ham izsiz yo'qoldi. Odamlar esa asta-sekin bu nomni tilga olmay qo'yishdi. Ammo bir yil davomida yaqinlari uni bir lahza ham unutmagani shubhasiz. Aktrisa Halima Ibragimova 1979-yil Ubaydulla va Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy ro'zg'or ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Aktrisa otasining o'limi bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli 16 yoshimda yurak xurujidan vafot etgan. O'shanda otam endigina 42 yoshni qarshilagandi. Otam yaxshi pul topadigan inson bo'lgan, ammo topganini jamg'arib qo'ymay odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rardi. Zinadan yiqilib tushgani haqida xabar keldi. Keyin bilsak, o'shanda birinchi infarktni boshidan kechirgan ekan. Oradan ko'p o'tmay yana tavba qochdi. Kasalxonaga birga borganman. Otam qo'limda jon bergan, degandi aktrisa. Halimaning moddiy imkoniyatlari keng bo'lgani, u qimmatbaho avtomobil boshqargani yo'q, dang'illama uyda yashagani hech kimga sir emas. Ammo aktrisa boy oilada tug'ilmagandi. U moddiy qiyinchilikni boshidan kechirgan kunlarni quyidagicha eslardi. Men turmushga chiqmadim, baxtim ochilmadi. Singlimga xaridor kelib, uni turmushga bergandik, ammo otamning o'limidan ko'p o'tmay singlim bir bolasi bilan uyimizga qaytib keldi. 3 ayol uydamiz. Yosh bolaning ham o'ziga yarasha xarajatlari bor. O'ylab oxiri qora bozorda tirikchilik qilishga majbur bo'ldim. Chunki vaziyat shu darajaga yetgandiki, ro'zg'or uchun uydagi texnika yoki mebellarni sotishni boshlagandik. Sarmoyaga kiritadigan mablag'im bo'lmagani uchun boshqalarga ishchi edim. Ya'ni kunlik ishim uchun haq olardim. Undan keyin 7 yil mobaynida Farhod bozorida ishlaganman. Bozor meni tarbiyalab, hayot maktabini o'rgatgan desam ham bo'ladi. Bolaligidan san'atga qiziqmagan va oilasi ijoddan butunlay yiroq bo'lgan Halima Ibragimova nega 21 yoshida bu sohaga mehr qo'ygan? San'atkor bo'lishimda Shukrullo Isroilovning o'rni katta. Shu boisdan ham u insonni ustozim deb bilaman. Bir kuni to'yga borganmiz, xizmatga Shukrullo aka kelgan. Qizlar bilan hazil-huzul qilib raqsga tushganman. Harakatlarimni Shukrullo Isroilov kuzatib o'tirgan ekan. O'shanda gala konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lgan. Xullas, to'yning egasiga qo'ng'iroq qilib, men raqamimni olgan. Konsertga chiqasammi deganida qo'rqqanman, ammo o'sha paytdagi ruhiy holatimda nimanidir o'zgartirishim kerak edi. Rozi bo'lganman. Eng qizig'i, tomoshamiz barchaga manzur bo'lgan. Ana shundan keyin institutga hujjat topshirganman va drama aktyorligi bo'limida tahsil olganman. Aktrisa o'z-o'zini turmushga bergani va uning fe'l-atvorini qaynona va qaynotasi qanday qabul qilgani haqida so'zlab bergan. 28 yoshimda o'zimni o'zgartirishim qiyin edi. Shu bois turmush o'rtog'imga borimcha qabul qila olasizmi deganman. Soxtalikni yomon ko'raman, atrofimdagilarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rina olmayman. Turmush o'rtog'imni sizlay olmaganman. Qaynonamga ham ertalab vaqtli tura olmasligimni avvaldan aytganman. Hatto qaynonam rahmatliga sizni oyijon deya olmayman deganim ham esimda. Turmush o'rtog'im og'ir, bosiq, fe'l-atvorimiz bir-birimizdan keskin farq qiladi. Undan sabrni o'rganganman. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa qizini asrab olgani haqida ham mish-mishlar tarqalgandi. 2 farzandimni ham o'zim dunyoga keltirganman. Bunga faqat shukrona keltiraman. Ammo haqiqatdan ham qiz farzand asrab olmoqchi bo'lganman. Uzoqroq tanishimiz 5-farzandga homilador bo'lgan. Eri esa qandaydir jinoyat sabab qamalib ketgan. Ayol 5 ta bola bilan ijara uyda yashardi. Xullas, u bolani kimgadir berib ishlash niyati borligini eshitib, yordam qilmoqchi bo'lganman. Ayol ham erkak ham bolani berishga rozi bo'lgan. Bolani uyimga olib kelib, unga alohida xona tayyorlaganman. Enaga yo'llaganman. Mehrim tushib qolgan. Uni haqiqatdan o'z bolamdek qabul qilganman. Ammo hamma hujjatlar tayyor bo'lganida er-xotin aynib qolishgan. O'ylab qarasam, ularning avvaldan bolani berish niyatlari bo'lmagan. Shunchaki biroz dam olmoqchi bo'lgan. Aktrisa jinoiy javobgarlikka tortilgani, ozodlikdan mahrum etilgani va vafot etgani haqidagi xabarlar 2013-yil yashin tezligida
tarqalgan. Aktrisa o'sha yili boshida qanday musibat tushganini quyidagicha izohlagan. Oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanamiz. Opa-singillarimning faoliyati pul ayirboshlash bilan bog'liq bo'lgan. Xullas, ular reydga tushib qolgan va hammasini tergovga olib borishgan. Bu xabarni eshitganimda qo'rqib ketganman. Bolalarimni olib yashirinishga majbur bo'lganman. Men ota uyimda yashayman. Opalarim ham shu uyda ro'yxatda turishadi. Shu bois uyimizda tintuv bo'lgan. O'sha paytda kimning do'st ekanligini bilib olganmiz. Chunki ko'pchilik o'zidan itargan. Xuddiki biz bilan aloqa qilsa boshiga bir kulfat tushadigandek tutgan. Eng yomoni, mening o'lganim haqidagi xabarni opa-singillarim eshitganda shok holatiga tushishgan. Oilamizda ayblanganlar bo'ldi, ammo men sudlanganim yo'q. Opa-singlim oilasi bag'riga qaytguncha 11 ta bolaga qaraganman. Bolalarning qachon qaytishadi, ertaga kelishadimi degan savollari dilimni xun qilardi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi sahifasida jonli efirga chiqib, komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'lim sababi haqida gapirdi. Unda grija, umurtqa pog'onachorasi bor edi. Yo grijani oldirish kerak edi yoki tana vaznini yengillatirish kerak edi. Shuning uchun oshqozonni kestirish amaliyotini qildiribdi. Menga ham bildirmay, yo'q bo'lib qoldi. Xavotirlanib qo'ng'iroq qildim. Opa, operatsiya qildirgandim, joyi yiringlabdi dedi. Operatsiya boshqatdan qilinganida teri yetmay qolibdi. 20 ga 50 joyi ochiq turgan. O'sha joyi yiringlagan. U ham bu ham emas, umri shu joygacha ekan. Biz shunday bo'lishini bir hafta oldin bilgandik. Tayyor bo'lib turgandik. Bugun o'sha joyi tikilishi kerak edi. Kamiga qondagi qand miqdori ham 30 ga ko'tarilib ketibdi. Qon bosimi ham juda baland edi. Ustiga ustak donor ham topilmagan deydi Yulduz Usmonova. Shuningdek, Halima Ibragimova Yulduz Usmonovadan umra safariga olib borishini so'ragani, oxirgi paytda 5 vaqt namoz o'qigani haqida ham gapirib o'tdi. O'lim haq. Har birimiz bir kun bu dunyoni tark etamiz, faqat Yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qaraganda nabiralar boqishni, ularga mehr qo'yishni istayman degandi marhuma so'nggi intervyusida. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.